Sabrina Jalolova voqeasi haqida eshitmagan odam qolmagan bo'lsa kerak. Yoshgina, karyerasining bo'sag'asida turgan talantli aktrisa va model bir klipni suratga olish jarayonida ishtirok etib, 3 tonnali mashinaning tagida qolib, bugungacha hayoti uchun kurashib kelyapti va nogironlik aravachasiga mixlanib qoldi. Mashinani boshqargan aktrisaning voyaga yetmagan ekanligi, kostyumerlar unga mashina boshqarishga to'g'ri kelmaydigan oyoq kiyim kiydirishgani va rejissyorlar unga mashinani kameraga qarab haydashi kerakligini aytishgani ma'lum bo'ldi. Bir haftadan beri voqeaga bevosita va bilvosita ishtirok etganlarning aybni voleybol to'pi kabi bir-biriga uloqtirishayotganini kuzatib kelyapmiz. Klip buyurtmachisi Ozoda Nursaidova ssenariyda mashina haydash bo'lmaganini, klip olish jarayonida ishtirok etmaganini, jabrlangan qizga yordam berib kelayotganini aytsa, uning komandasidagilar aybni Ahad Qayumga to'nkashdi, bechora qizni esa shantajchiga chiqarishdi. U yoqda esa Ahad Qayum ham o'zining aybsizligini, o'sha kuni aynan o'sha voqea sodir bo'lganda voqea joyida bo'lmaganini gapirib chiqdi. Kim aybdor, kim aybsiz, bunga davom etayotgan tergov jarayoni aniqlik kiritadi. Men esa bugun masalaning nazarimda eng muhim tarafi, mehnat xavfsizligi haqida mulohaza yuritmoqchiman. Bundan 6 yil oldin 2019-yilda men va o'g'limni Turkiyada TRT kanali tarafidan suratga olinayotgan Ildizlarning izidan deb nomlangan hujjatli serialning bir bo'limida suratga tushish uchun taklif qilishgandi. Evvel Kari Abdurreşit Hanov ilk eğitimini annesinden alıyor. Olmuş, onu annesi büyütmüş. Buhara'da Mir Arap Medresesi'ne devam ediyor. Turkiy dunyoning mashhur insonlari haqida so'zlovchi bu serialda men bir necha soniya kadrga tushib, ziyoli jadidlarimizdan Munavvar qorining onasini gavdalantirgan bo'lsam, o'g'lim Behbudiy haqidagi bo'limda kichkinagina bir rol ijro qilgandi. Okullar gençleri eğitmektedir ama zaman hızla akmakta ve geniş halk kitlelerini de hareketin içine katmak gerekmektedir. Kanunlar değişmiş ve dergi ve gazete çıkartmak mümkün hale gelmiştir. 1913 yılında Semerkant gazetesini çıkartarak işe başlarlar. Shu kichkinagina rollar uchun 3 kunimizni suratga olish jamoasi bilan birgalikda syomka maydonida o'tkazganmiz. Shunda e'tiborimni tortgan jihat menga ham voyaga yetmagan bolaning onasi sifatida o'g'lim uchun, ham o'zim uchun bir necha hujjatlarga qo'l qo'ydirishgandi. Ularning orasida bolam uchun rozilik va turli holatlardan sug'urta qilish bilan bog'liq qog'ozlar ham bor edi. Istanbulda 4 yil maktabda ishlagan paytlarim har yil maktabdagi hamma xodimlarni yig'ib mehnat xavfsizligi bo'yicha seminar o'tkazilardi. Bizga xavfsizlik qoidalari o'rgatilar, turli videolar ko'rsatilar, huquq va majburiyatlarimiz tushuntirilar, oxirida esa imtihon qilinardi. Bundan tashqari har yil bir marotaba yong'in va zilzila tadqiqotlari ham bo'lib turardi. Bu yerda Antaliyadagi ish joyimda ham har yil o'quv jarayoni boshlanishidan oldin bu mavzuga oid olingan videolarni ko'rib, ma'muriyatga xabar berish majburiyatimiz bor. Shu ta'limlardan bilib olgan asosiy nuqtam, ish yeridagi aksar qazolar baxtsiz hodisa emas, balki e'tiborsizlik oqibatida sodir bo'ladi. Sabrina holatida ba'zilar voqeani baxtsiz hodisa sifatida ko'rsatishga harakat qilishyapti. Men bunga umuman qo'shilmayman. Syomka paytida deylik, ko'chada biror aloqasiz mashina boshqaruvni yo'qotib, syomka maydonini to'sib turgan to'siqlardan o'tib, biror kishini urib ketsa yoki biror reklama banneri aktyorlarning ustiga tushib ketsa yoki bilmadim, osmondan qanaqadir meteorit qulab tushsa, buni baxtsiz hodisa deb atasa bo'lar. Lekin bu vaziyatda katta insonlar voyaga yetmagan aktrisani rolga qabulli poyafzal bilan o'tkazganlari yetmagandek, unga mashinani haydashni buyurishgan. Bu vaziyatda 100% mehnat xavfsizligiga loqaydlik, qonunchilikka e'tiborsizlik va insonlar hayotiga beparvolik yaqqol ko'rinib turibdi.
Bu voqea sabab bizda mehnat qonunchiligida xavfsizlik haqida nimalar deyilgani haqida qiziqdim. Mehnatni muhofaza qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunining ish beruvchining mehnatni muhofaza qilish sohasidagi huquq va majburiyatlari haqidagi bandida ish beruvchi xodimlardan ishlarini xavfsiz olib borishga doir normalar, qoidalar va yo'riqnomalarga rioya qilishni talab qilishi kerakligi, mehnat sharoitining mehnat talablariga muvofiq bo'lishini ta'minlashi, qonunchilikda belgilangan tartibda mehnatni muhofaza qilish xizmati va yo'l harakati xavfsizligi xizmatini tashkil etishi kerakligi aytilgan. Bundan tashqari, xodimlarning xavfsizlik haqida yo'l yo'riq olishi, o'qituv va malaka oshirishlarini ta'minlashi majburiyat sifatida ko'rsatilgan. Bunday ko'rsatmalardan uzoq shaxslar ishga olinmasligi haqida alohida aytib o'tilgan. Xo'sh, Sabrina voqeasida-chi nimani ko'ryapmiz? Voyaga yetmagan, prava olmagan aktrisa rulga o'tirgan va unga mashina haydatib bir emas, bir necha kadr olingan. Aqlga sig'maydi. Men O'zbekistondagi shou biznes, suratga olish jarayonlari, aktyorlar qanday tanlanishi va qanday sharoitlarda ishlashi haqida umuman ma'lumotga ega emasman. Lekin sodir bo'lgan bu holat bizda bu sohada mehnat xavfsizligi masalasida barmoq orasidan qaralishini ko'rsatib qo'ydi. Bu voqea bu ish bilan shug'ullanadiganlarga, umuman har bir sohadagi ish beruvchilarga bir signal bo'lishi kerak. Menimcha bu voqea ovozi bo'lganida aynan shu masalaga, mehnat xavfsizligi masalasiga ko'proq e'tibor qaratilishi kerak edi. Bizda esa nima bo'lyapti? Aybdor ovi va hali aytganimdek, aybni boshqaga ag'darish poygasini tomosha qilyapmiz. Ozoda aybdor, yo'q aybdor emas, Shuhrat aybdor, yo'q Ahad aybdor, aktrisa kechirim so'rasin, kechirim so'rab chiqsa, endi so'raysanmi, endi kechirimingni pishirib ye. Undan ham dahshatlisi kommentariylar qarg'ishlarga to'lib yotibdi. Sen ham mashina tagida qol, bolangni, opangni, onangni majaqlab ketishsin. Ba'zilarning uzrxo'r bo'lib ketganiga o'rganib ketganidek, qaysi orada bunchalik qarg'ishxo'r bo'lib ketdik? Sabrina masalasiga e'tibor qaratilgani, rezonans bo'lgani, saxovatpesha o'zbek xalqining sa'y-harakati bilan oyoqqa turish yo'lida safarbar bo'layotganini ko'rib juda ham quvonaman. Lekin nazarimda kim aybdor ekanini tergovga qo'yib berib, e'tiborni dars chiqarishga, ish joylarida mehnat xavfsizligini bir sira taftish qilishga, bundan keyin xavfsizlikka e'tiborli bo'lishga qaratish kerak. Kimlarningdir shaxsiy hayotini bir chetga surib, diqqatni mehnat xavfsizligi borasida aholining savodxonligini oshirishga, ish beruvchilardan bu masalada mas'uliyatni talab qilishga qaratish kerak. Shunda Sabrinalar jabrdiyda, sevinchlar aybdor bo'lib, qarg'ishlarning tagida qolmaydi. Metro qurilishida, gaz zapravkada insonlar nobud bo'lmaydi. Peshona teri bilan pul topaman deb ertalab ishga chiqib ketgan insonlar eson-omon uylariga, yaqinlarining bag'riga sog'-salomat qaytib keladilar. Mening fikrlarimga qo'shilasizmi? Siz ham o'z mulohazalaringizni videoning tagiga yozib qoldiring. Salomatlik tilab, Feruza Izzat va mulohaza rukni.